birodar media kanali yaxshilik sari yetaklar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar, mo'min kishiga bir mukofot bor. Og'iz ochadigan vaqtda bitta tilagi bor degan ekanlar. Qaytarilmaydigan. Har kuni iftor vaqtida shu gapni eslang. Har kuni iftor vaqtida siz og'iz ochadigan paytingizda sizni bitta ijobat bo'ladigan duoingiz bor. Albatta yo ayolingizda yoki farzandingizda yoki ota-onangizda yoki qo'shningiz yoki do'stingizda albatta o'sha duo bilan duo qilib qo'yinglar. Ijobat bo'ladi shu duo. Qanchalik ijobat bo'ladi? Hazrat Musa alayhissalatu vassalom Alloh subhanahu va taolo bilan gaplashganlar, bilasizlar? Xudoy taolodan so'ragan ekanlar, "Yo Robbim, men seni ko'rsam bo'ladimi?" deb. "Men seni ko'rgim kelyapti" debdi. Shunda Alloh subhanahu va taolo aytgan ekanki, "Sen meni ko'ra olmaysan. Men tog'ga ko'rinaman, sen bir toqqa qarab ko'r" debdilar. Shunda Xudo toqqa ko'rindi. Tog' parchalanib ketdi. Parchalanib ketgandan keyin Alloh taolo aytdiki, "Sen bu tog'chalik emassan, meni ko'ra olmaysan" dedi. Musa alayhissalom faxr qilar ekanlar, "Men Alloh bilan gaplashdim" deb. Alloh taolo aytgan ekanki, "Ey Musa, ikkovimiz gaplashganimizda o'rtamizda parda bor edi. 70 mingta parda bor edi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam Muhammadning ummatlari iftor qilayotgan vaqtlarda hamma pardani men ko'tarib qo'yaman" degan. Iftor vaqti o'shani eslanglar. Iftor vaqtida Alloh bilan bandaning o'rtasida parda bo'lmaydi. U nimani tilasa tilayversin. O'sha duolar ijobat bo'ladigan vaqtda g'animat bilaylik. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر. Qaysi birlaring iftor qilsalaring, og'iz ochsalaring, xurmo bilan ochinglar. Agar xurmo topishda iloji bo'lmasa, suv bilan ochinglar. Mana shu sunnat. Xurmo bo'lib turib boshqa narsa bilan ochish bo'lmaydi. Xurmo bo'lsa albatta xurmo bilan ochish kerak. Xurmo bo'lmasa suv bilan ochasiz. Rasululloh aytgan ekanlar, "Ista'inu bi ta'ami sahari ala siyamin nahar." Kunduzi roza tutasizlar-ku, shu rozani yaxshilab jirkanmasdan tutishlik uchun albatta saharlik bilan yordam beringlar bunga. Saharlik qilmabman, afsus deb qolmasin. Va kun chiqqandan keyin uxlab olishlik bilan Ramazon kechalari uxlamaslikka yordam qilinglar. Birodarlar, Ramazonda bir kecha bor. Laylatul Qadr kechasi. Laylatul Qadr kechasi qachon bo'ladi, kim biladi? Ro'zani oxirgi 10 kunligida degan bir gap bor. Payg'ambarimiz alayhissalom aytgan ekanlar, Alloh taolo Ramazonni ichiga Qadr kechasini yashirib qo'ygan deb. Mash kecha bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun erinmasdan Ramazon kechalari albatta 2 rakat tahajjud namozi o'qib qo'yinglar. Qani endi kunduzi bo'sh vaqtingizda uxlab olsangiz-u, kechasi bilan Qur'on o'qib, namoz o'qib chiqsangiz. Agar bunga imkoniyatingiz bo'lmasa, 2 rakat tahajjud namozi o'qib qo'yinglar.
mana shu bugungi kecha Laylatul Qadr bo'lishi mumkin. Xo'pmi?